Assalomu alaykum boloxom do'stlari. Boloxo'z yana bitta fermasini ko'paytirdi. Mana buqqalarimizni qarang, bunaqa buqqalar kamdan kam bo'ladi. Mana chetdan kelgan buqqalarimiz, xudo xolasa, mana shu buqqalarimiz eng kami 500 ta bo'ladi. Xudo xolasa, videodan ko'rsatib o'tib boraveramiz. Mana buqqalarni endi bir hafta bo'lib, bir haftadan beri o'sha yig'ib ko'paytirib kelamiz inshaalloh. Sizlarning duolaringiz, ota-onaning duosi bilan shunchalik darajaga kelamiz. Bizga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib, yaqin insonlarga yuborib qo'ying. Xudo xolasa, mana shu buqqalarning go'shtidan mazali, shirin ovqatda faqat Qibray Chirchiq boloxo'zga bo'ladi. Hammalaringizga boloxo'z nomidan rahmatnoma aytmoqchiman. Sizlarni kutib qolamiz Qibray Chirchiq boloxo'zga. Boloxom do'stlari, xudo xolasa xalqimiz kutib turgan yangilik bu juda ham katta yangilik. Bundan ham katta yangilik, xudo xolasa sizlar harakatda, sizlar duoda bo'lib turinglar inshaalloh. Hamma narsani video davomida ko'rib boringlar. Bizga like bosib, obuna bo'lib qolsalar, xudo xolasa hammasini ko'rib borasizlar. Bizlarni duo qilib turganlarni Xudo har doim asray yursin. Hammalaringizga rahmat, sizlarni kutib qolamiz Qibray Chirchiq boloxo'zga. Silmaydi yigitning mardi, silmaydi.